Jigaraslar bilan Secretbay video qilib dizayner bo'lish va bunaqa ko'p rasmlar va prevyular yasashni o'rganamiz. Qani unda go. Uning uchun men Telegramga tashlagan Pixel Pro hamma palapini tushadigan nuqul olasizlar. Sizlar palapa kerak bo'lar. Bilaman, bunday qilasizlar. Baton private tavsiya qilamiz sizlar uchun. Silka tagida. Shunday qilasizlar. Klientlardan keyin choq qo'yib palapa degan faolda turadi. Mana ular palapasi mana. Shuncha palapa bor. Men masalan buni yaxshi o'rdan ola. Qancha bor? Qolani qanday qilishlar? Sizlar yana qo'ydingmi? Deb qo'yasizlar. Bunday qilib to'xtaydi. Normalizmda olaydi. Panel bu jaha pop shadow. Alex. Mana shu rasmdagi. Bunday qilib. Ne qilmaysizlar? Ya, chiq. Chiqamiz. Ne qilasizlar? Yuklamalar chetiga yaqinlardan keyin Pixel Pro shunga kirasizlar kerak. Yana ruxsat keyin 3 ta nuqtacha open file Alex mine kerakmi? Kerakchi mana. Kerakmi? Nexsa chiroyli qo'la. Mana qilamiz. Qiyindan keyin kerakchi mana. Mana o'zgartirishlar bo'ladi. Qaranglar bunaqa. Edit bosib. Masalan back bunday qilaman. Bu sizlarga bunday yozmaylar chunki o'ziniki turaversin. Yo, o'zinglarnikilarni yozsang bo'ladi. Prosta o'zgarib qoladi. Boshqacha. Sal pal kichikroq masalan. Bunaqa yozsa mana shuni oling bo'ladi. Buni o'chirtiramiz editga bosib. Ne deb yozamiz. O'zingizga buni cho'q qilib qo'yamiz chiroyli bo'lish uchun. Keyin o'zingizlarga o'ylaylar bu kerak emas, to'g'rimi? Liponikilarni yozasizlar. Bu kerak emas, to'g'rimi? Bu kerak emas, kerakchi. Lipo rasmlarda shuni qo'yasizlar. Bo'ldi. Keyin save email statuglar. Bo'ldi. Juda oson. Juda oson. Mana penjada, mana qo'llar ham emat chiqmamiz ishlar uchun mana shuni qilasizlar. Qani. Google kirib. Shuni bench. Shuni qilasizlar-da. Open web. Minecraft skin create mode. Texture blend. Kerakli narsalar internetda tanlagandan keyin bunday qilasizlardan. Shuni qimmatlayverasizlar. Kerakmi? Bunday qilamiz. Bunday qilganlarga qanday yuklaymiz deysizlar-ku. Uchta nuqta. Shunday qilib bilmasizlar, bilmadim. Sub project ruxsat berish. Bu yuklandi. Yo, sizlar menga qiynalsanglar, bunday qilasizlar. Shunday bot ko'tasizlar, aytmoqchi. Shunday bo'lasizlar degan. Bitta screenshot olasizlar. Keyin mana. Yo, boshqa telefonimda background degan logo elasizlar. Shunday qilasizlar, o'shanga penja qo'yasizlar. Sizlar background original ko'rsin. Erasir deb yozaylik tinchligida. Eng original aslida bu emas. Mana shu eng original. Shuni ilovaga qo'ying. Shuni qilasizlar. Keyin esa mana download qilib, magic deb yozasizlar. Shuni sekin o'zi ranglarni ajratib oladi. Keyin o'zini qo'yasizlar kerak. Sizlar bilan Secretbay bo'ldi. Men hayr bilachilar.